Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborlar uchun rahmat. Mana Xudo xolasa bugungi ochiratimiz bor yo'g'i bir dona. Inshaalloh ochiratlarimiz yo'q. Bugungi chislolarimizni yurtdoshlar mana ko'rsatib o'tamiz. 16-chisloga tungi vaqt bu Saratov payti Azenkiga. Inshaalloh mana kirib chiqdi akalarimiz bilan. Xudo xolasa endi baqi Moskvaga qarab yo'l oldik. Do'stlar, granisaga reyestrga tushganlar, kartasi bloklanganlar hammasi bemalol kirib chiqib kelyapti. Dokumenti yo'q bo'lsa ham farqi yo'q. Necha yil bo'lgan bo'lsa ham farqi yo'q. Qo'rqmasdan inshaalloh ota-onadan duoni olib turib, Xudodan chin dildan so'rab turib bemalol kelaversa bo'ladi do'stlar. Xavotirga o'rin yo'q do'stlar. Videolarimizni oxirigacha kuzatingizlar. Inshaalloh akalarimiz bilan chiroyli bir videolarda qilib turib, sizlarga ko'rsatib, ma'lumotlarni eshittirib harakat qilamiz do'stlar. Mana bu Ozarbayjon akamiz ham bor. Inshaalloh Ozarbayjon akamizdan ham bir ma'lumotlarni eshitamiz, qanday o'tgan, nima bo'lgan, nima qo'ygan. Inshaalloh hammasi joy-joyiga degan umiddamiz. Kirdi chiqdilar do'stlar, har 3 sutkaga bir marta bo'layapti. Mana bu chislomizki 15-chisloni kirdi chiqdisi edi. Endi inshaalloh 18-chisloga kirdi chiqdiga yana yo'lga davom etamiz. Ana 21 ga ham reyslarimiz bor. 24 ga inshaalloh baqi reyslar hozircha bo'lib turibdi. Kuzatishga davom etamiz do'stlar. Zarani ogohlantirish berishlaringizni so'rab qolamiz. Kim granitsaga chiqmoqchi bo'lsa, men bilan, aynan men bilan kami bir hafta 10 kun oldin mestapalajini tashlab yozdirib qo'ysa, inshaalloh o'zim borib kelaman. Do'stlar, keyingi videolar ko'rishguncha deb qolamiz. Hammaga omad yor bo'lsin.